Chevrolet Captiva birinchi pozitsiya. 3.2 motor bo'ladi, okalar. Katalizator 3 ta bo'ladi. Tepada kichkina ikkita katalizator, pastda esa uzun katta bo'ladi. Tepada ikkita katalizator yarmidan ko'p singan, ikkalasi ham maydalanib o'rtachasiga tushgan, qilib qo'yilmagan bo'ladi, chek yonib yurgan. Undan tashqari vanus datchiklari ham kuygan bu yer ko'rsatyapti, moy datchigi kuygan ko'rsatyapman. Shunaqa cheklar yonib, datchiklar yonib, xo'sh, mashina qaltirab, rasol ko'payib ketgan, gulshdan har xil zaharli hidlar yoki tutunlar chiqadigan holatlar bo'lsa, olinmasdan aloqaga chiqinglar. Mana shu Genesisda ham hozir ko'rib turibsizlar, mana mashinaning eng zo'r mashinalaridan biri. Ularning ham katalizator chek yongan, katalizator alishda berilyapti. Okalar, liboy mashinaga katalizatorlar bor, olinmasdan aloqaga chiqinglar. Pechatlar bilan ko'rib turganlaringizdek liboy mashinaga topiladi. Yengil deysizlarmi, rabochiy deysizlarmi, Xitoy mashinalari, hamma Xitoy mashinalari katalizatorlari, rossiyskiy mashinalar katalizatorlari ham bor, okalar. Olinmasdan aloqaga chiqinglar, podpiska, like, отметка urib qo'yinglar, ko'proq odamlar ko'rsin, foydalansin. Skidkada cho'tka qilib beramiz, stiker bo'yicha.